Xalqimizda bo'ladigan bola boshidan ma'lum degan naql bor. Ayni sifatlash lavhamiz qahramoni tadbirkorligini yo'lga qo'yib, hayotda o'z o'rnini topgan 21 yoshli yigitning intilishlariga to'la mos keladi. Ikkita qo'yni bugun 500 taga aylantirgan, qiyinchiliklarni yengib o'tib, oilasini to'kis daromad manbasini yaratgan omilkor va tajribakor farzand haqidagi reportajimiz bilan mavzuni davom ettiramiz. Siz tasvirda ko'rib turgan 500 ta qo'y sig'adigan mana bu qo'ralar birorta fermerniki emas. Xonadonida qo'ychilikni yo'lga qo'ygan yosh yigitniki. Namangan tumani Tepaqo'rg'on mahallasida istiqomat qiluvchi Yaminovlar oilasini bugun vodiy viloyatlarida ham yaxshi bilishadi. Ular sohaning hadisini olgan yirik tadbirkorga aylanishdi. Bunga xonadonning o'rtancha farzandi Boburning qiziqishi sabab bo'ldi. Bozordan ulgurji narxlarda yosh qo'zi yoki xaridorning nazari tushmagan qo'ylarni olib kelib boqib, parvarishlab, bozorbob narxga kiritishda ular tinim bilmay harakat qilishadi. Daromad kelib tursa, qiziqish ham ortadi deganlaridek, Bobur Istambekovning erta tongdagi faoliyati ham ularning yemi, ozuqasi, bozorlarni ko'rishdan tashqari qosh qoraygungacha bo'lgan faoliyati ham ana shu qo'ylar bilan. Yosh tadbirkor bugun 8 sotixli tomorqasida yiliga go'sht yo'nalishidagi 1000 dan ortiq qo'ylarni sotadi. Xaridorlar o'zlari kelib xonadondan olib ketishadi. Boshida 9 dona qo'ydan boshlaganmiz, hozir 500 boshga davr boqib mana shu daromadni olamiz. Veterinardan bir xabarim yo'q, qo'ydi hamma yog'ini tushunaman. Kasal bo'lsa, qonni og'risa ham, boshi og'risa ham, isitma chiqsa, qo'yga qarab, ko'z bilan bilib oladigan darajaga yetib kelganman. 2 oy mobaynida 60 kun yetiltirib boqamiz, qassobga chiqaramiz. Qanday qo'yni olib kelib, qanday qilib boqib, masalan, daromadini aniq chiqarib beramiz. YouTube kanalimda o'zim YouTube kanal ochib, reklama qilib chiqarganmiz. Undan keyin, masalan, obunachilarimiz O'zbekistonda har yerdan bizni tanishadi. Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax, Xorazm, masalan, eng uzoq Xorazmdan ham kelib qo'y olib ketishgan. Qo'ychilikda orqasidan topgan daromadimga, dadamga avtomobil sovg'a qildim. Bobur hozirda 10 dan ortiq tengdoshlarini yoniga oldi, ish o'rni yaratdi. Ijtimoiy tarmoqda qo'y boqish, parvarishlash, daromad olish, sotish, reklama qilish mazmunidagi YouTube kanalini yurgizadi. Uning 27 000 dan ortiq obunachisi bor. Otasi Dilshod Yaminov "Men o'g'limni hisobchisiman" deydi kamtarlik bilan. Onasi ham "Shuncha foyda qilibmiz" deb ehtiyojmand, kam ta'minlanganlarga yordam berishni kanda qilmaydigan farzandi bilan faxrlanadi. Xorijda ham ishlab ko'rdik, tarang ro'zg'or deblar. Shuni ketidan Xudoga shukr, hamma narsaga erishyapmiz. Shu qo'ychilikni ketidan mana daromad olib, uylarda remont qilyapmiz, to'y qilyapmiz. Tajribani olib, sizdan o'zib ketgani bir ta'jablantiradimi? Nima deysiz? Ta'jablantiradi. Endi bu hammasi halollikga, to'g'ri so'zlikka, shuni o'rgatib qo'ysa bo'ldi farzandga. To'g'rilik, halollik, mehnat ketidan shunchalik bo'lib daromad olayotgandan xursandman. Yoshligidan harakatchan, tirishardi bitta narsani qilishga.